Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mana xo'ja muhtaram kati omadim. Muhtaram hojilar bilan mana Masjidul Quboga. Mashalloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muhtaram azizlar, mana Madina Munawvara ziyoratlarimizni davom etyapmiz. Allohning fazli bilan siz va biz Masjidul Quboga keldik. Masjidul Qubo bu birinchi musulmonlar uchun birinchi qurilgan masjiddir. Yer musulmonlar uchun birinchi masjid bu Masjidul Qubo. Hatto Masjidul Nabaviyyadan, Masjidul Haramdan oldin birinchi musulmonlar uchun masjid bo'lgan joy bu Masjidul Qubo. Uning tarixi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allohning salom va salovati va rahmati bo'lsin u zotga, vaqtiki payg'ambar etib tayinlandilar Alloh tomonidan. Makka mukarramada xuddi kecha aytganimizdek tazyiqlar bo'ldi. Bir musibatlar keldi. Inshaalloh Makkada batafsil aytib beramiz inshaalloh Alloh nasib qilsa. Majbur bo'ldilar Makkani tark etishga. Tark etib, uylaridan chiqib Savr g'origa bordilar. Savr g'oridan to'g'ri mana shu tomonga qadam ranjida qildilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelishliklarini eshitgan Yasrib ahli, hozirgi Madina ahli shunaqa xursand bo'ldilar ki Allohning payg'ambari, Allohning rasuli, Allohning do'sti bizni uyga, bizni shaharga, bizni mahallaga kuchib kelmoqdalar. Naqadar ham xursandchilik bo'ldi bular uchun. Bular uchun qanday ham bir hayotlarida eng qimmatli narsa bo'ldi. Hayotlarida eng xursandchiliklarning eng cho'qqi darajasi bo'ldi. Shunaqa xursand muhabbat bilan har kuni mana shu joyga yig'ilib Madina ahli kutib turardilarki, Habibimiz qachon keladilar? Muhammad sallallohu alayhi vasallam qachon keladilar? Shundoq xurmolar tepasiga chiqib undoq qarab turardilar, qachon keladilar deb. Kundan kuni bir Yahudi tomiga chiqib ko'radiki, ikki kishi kelyapti. Shundoq baqir qiladi: "Ey musulmonlar, ey Madina ahli, Yasrib ahli, sizlar kutgan odam kelmoqda. Sizlar kutgan odam kelmoqda." Subhanalloh. Shunaqa xursand bo'lib, xuddi tasavvur qiling, onalar bir farzandlaringizni necha yil ko'rmasangiz qanaqa bir yugurib chiqasizlar. Mana shu holatda shunaqa hissiyot bilan, shunaqa muhabbat bilan, shunaqa yugurib butun xalq shu joyga chiqdi. Uzoqdan Rasulimiz alayhissalatu vassalomni ko'rib she'rlar aytib qoldilar. Bizga Alloh tomonidan bir munavvar bil barakot kelyapti deb. Nashidlar o'qishadi-yu, Tola'al badru alayna deb. Hammamiz eshitamiz. Mana shu vaqt o'sha Madina ahli aytgan bu she'rlar, nazmlar edi. Zamzam ichamiz. Mana alhamdulillah hojilar zamzam suvi ichyaptilar, mashalloh. Alloh qabul qilsin. Ibodatlarni, ichkari nafl namozlarni o'zining dargohida qabul qilishga bosh qo'shgan yurtda boshlig'imizni o'zi rizqlar tanjara tog'in doim shunaqa solih ishlar, amallarni bajarishda bosh qo'shib, kuch-quvvat bersin, ishlarga o'zlari charchamassin.